Bugun kech qolib ketibman. Salom. Nima? Bu qonmi? Men xo'roz so'ygandim. Shu yerda-ya? Ha, shu yerda. Ha, unday qo'rqitmadi odamni, men ketdim. Ha, jitel, bora qol. Qayerda? Legoshi, salom. Nimaga daraxt orqasidasan? Shunchaki kutib o'tiribman seni. Mayli, menda hech narsa yo'q. Bilaman. Ha, nima qilamiz endi? Kel bag'rimga bo'lsa, hazillashdim. Yo'q, erkaklar quchoqlashmasliklari kerak. Nima uchun? Chunki geysga tuyuladi. Yo'q, ha. Men esa hozir senga uy topib beraman, xo'pmi? Ha, bu bizning rayon, qoyil, ixchamgina ekan. Shunda o'zimizning quduq ham bor, hattoki qoyil. Faqatgina bizning qishloqda hayvon odamlarga yaxshi munosabatda bo'lishmaydi. Nima uchun? Hech bo'lmasa qiz bola bo'lsang ham mayli edi. Yana sen kamiga bo'risan. Bo'rilardan qo'rqishadi odamlar, ayniqsa sendaqalardan. Men nima qilibman? Sen odamsan, bo'ri odamsan, shuning uchun ham tayyor tur. Seni yomon ko'rishadi bu yerda. Yo'q, ha, mer ham eng rasvo o'yini bersa kerak. Eng rasvo o'yini, ha, lekin men senga yordam berishga harakat qilaman, yaxshirog'ini berish uchun. Rahmat. Janob mer, assalomu alaykum. Va alaykum. Bu kim bo'ldi? Bu meni do'stim. Yo'q, ha, xullas, u mehmon bo'lib keldi qishlog'imizga. Iltimos, shu yozga bersangiz unga yaxshiroq. Ha, o'zi juda ham zo'r yigit. Mana sizga bir stak izumrud. Ha, men juda ham yaxshiman. Isming nima o'zi? Ismi uni Legoshi. Qoyil, mayli, uy bo'lsa uy beramizda. Faqat hech kimni yeb qo'ymasin. Albatta, hech kimni yemaydi, xavotir olmang. Bo'pti, ketdik. Uy topamiz senga, bo'ri odam. Ha, rahmat. Ko'rdingmi, merimiz yaxshi o'zi. Qani ko'rsatinglarchi. Mana bu yerda yaxshigina uycha bor. Mana shu uy senga mos keladi. Janob mer, bu axlatxonaning yonida-ku, boshqa uyimiz yo'q-da. Oxir sasib yotibdi bu yerlar. Istasang shu bo'lmasa yo'qol. Xo'p, mayli, roziman. Mayli, unda men senga hozir kalitni beraman, xo'pmi? Rahmat. Bo'pti, damingni ol. Nima qilamiz endi? Iloji yo'q, shu yerda yashaysan, men esa ko'rib chiqaychi bu yerni. Bir meram xursand bo'lib qoldi. Lekin rahmat dey, shu uyni berdi hajab. Qara, 2 xonali ekan. Mayli, men ketdim o'zimning uyimga, kattasiga. Davay, xayr. Jun ursin, ana do'st deganlari tashlab ketdi. Mer meni ustimdan kulib, ahmoqona uy berganiga. Bu yer yana kamiga sasib yotibdi. Jun ursin, ochib qo'yay, biroz havo almashsin. Ha, mana bu yerda namiqib ketibdi. Axlatdagi suvlar o'tib kelgan ko'rinadi. Hammaga salom do'stlar. Mening ismim Legoshi va men bo'ri odamman. Meni videomga xush kelibsizlar va umid qilamanki kanalimga obuna bo'lasizlar, chunki bu kanal sotilmasligi mumkin agarda aktiv baland bo'lsa. Xo'sh, bu yerda parkovka bor ekanmi? Bir ko'raychi. Bu yana nima bo'ldi? Vau, mashinaning chiroyliligini tushunursin. Mercedes bu esa, bu mening do'stimning mashinasi, uni bilaman. Lekin mana bu, yo'q-mo'yo, ko'rinishiga gap yo'q. Nima qilyapsan? Bo'rivacha, qara, meni mashinamga qarama, ko'z olaytirma. Janob jitel, kechiring, meni mashinam bu, yo'qol oldidan. Yo'qol, tez yo'qol, tushundingmi? Uzr kechirasiz. Qani, nima, senga taklifnoma kerakmi? Yo'q, bo'ldi, ketdim. Mayli, juda ham yomon ekan-ku jitellar. Qiziq, nima uchun meni bunchalik yomon ko'rishyapti? Bor yo'g'i odamsimon hayvon bo'lganim uchunmi? Xo'sh, janob mer, menga bir ikkita yordamingiz kerak edi. Qulflab ketib qolibdi-ku. Mayli, do'stimning yoniga boray, lekin ana bu axlatxona yonidagi uyda yashab bo'lmaydi, chunki namiqib sasib ketgan. Tak, mana shu tarafda bu mana mashina turibdi. Do'stimning uyi shu yerda. Tak, ko'znitsa bo'lish kerak edi. Mana bu ko'znitsamikin, menimcha shu ko'znitsa. Mayli, hozir o'zidan yordam so'raymiz. Patapim, shu yerdamisan? Nima deysan? Shu yerdamisan deyapman. Shu yerdaman, qayerda bo'lardim? Kel. Xullas, men uyda yasha olmadim. Bilgandim, mana senga kravat. Wow, faqatgina meni yonimga qo'yma, xo'pmi? Nimaga? O'zing bilasan, geysga tuyuladi. Bo'ldi, tushundim. Davay, unda men hozir ishlarimni qilib kelay, lekin uzoqroqqa qo'y kravatni. Bo'pti, davay. Mayli. O'zi nimaga ketib qolyapti? Boya ham uyindan ketib qoldi, ishim bor deb hozir yana ketib qoldi. Mayli, umuman boshqa joyga qo'yaman. Mana bunday qilib boshim boshqa tarafga bo'lsin. Bu yerda patapimning narsalari bor ekan. Qiziq, nimalarni olsam ekan? Menga berarmikin? Chunki meni hech narsam yo'q-da. Mayli, birlikda. Axir menda zo'r g'oya bor. Mana bu narsalarni olib men o'zimga uy qurishim mumkin. Axir kichkinagina uy qurib olsam, vaqtinchalikka, keyin qishloqning o'rtafidagi axlatxona yonidagi joyni tozalab chiroyli qilib olsam bo'ladi. Faqatgina mana Patapimning uyining yonida o'zimga uy qurib olaman mana shu tarafda va umid qilamanki Patapim xursand bo'ladi. Albatta, narsalarni olganim uchun xafa bo'lmasa kerak. Agar kerak desa yana terib berishim mumkin bo'ladi. Shunchaki hozir og'ir vaziyatga tushib qoldim va menda narsalar yo'q. Shuning uchun ham umid qilamanki kanalga obuna bo'lasizlar va menga yordam berasizlar. Tak, qani kelinglar, bularni hozir
qo'yib chiqishni boshlaymiz do'stlar, chunki menga bu yerda ancha-muncha yordam kerak bo'ladi. Like va obunalarsiz o'zim eplay olmayman. Tak, endi esa uyni qurishni boshlaymiz. Uy juda ham katta bo'lishi shart emas. Menga kichkinaroq uy ham yetadi, chunki bir o'zim bo'lsam baribir ham va keyinchalik ko'chib ketgan vaqtimda yana ana bu qishloqni o'rtasiga Mirno'ning yonida menga bergan axlatxonadagi uyga baribir borishimga to'g'ri keladi. Shuning uchun ham bu uyni ja katta qilib qurmayman. Xo'sh, mana bu yerlarga ham qo'yib chiqamiz toshlarni va menimcha yashasa bo'ladigan holga kelyapti. Mana bu yerga ham qo'yamiz va bo'ldi. Tak, ustini ham yopib oldik. Endi buni olib tashlasak va tepasini yopsak bo'ldi. Uyni ramkalar tayyor. Endi shunchaki bloklarni qo'yib chiqamiz hamma tarafidan va keyin ko'ramiz. Yana nima qilishimiz mumkin bo'ladi? Lekin men o'zi juda ham yomon ko'raman yozni issiq bo'lgani uchun deraza qo'yib o'tirmayman. Shunchaki zaborlarni qo'yib qo'ysak deraza sifatida bo'ladi. Juda ham yaxshi shamol almashadi, aylanadi. Shuning uchun ham bizga bu yerda zaborlar kerak bo'ladi. Men o'zim shaxsan har xil Minecraft videolarda ko'rganman, deraza o'rniga zabor qo'yishganini va juda ham yaxshi ishlab bergan. Kelinglar biz o'zimizga lopatka yasab olamiz, chunki qo'lim bilan hamma yerni buzib chiqishga meni afsuski sabrim yetmaydi va mana bu yerlarni ham buzishni boshlaymiz. Qani kelinglarcha hamma yoqlarni olib tashlaydi. Mana bularni umid qilamanki xalaqit berib qolmaydi va mana bo'ldi do'stlar, buni qaranglar qanday zo'r chiqyapti. Yomonmas, qoyil, tak, ajoyib. Endi esa hamma yoqni yopib bo'lgan ekanmiz. Bizga yana derazalar o'rniga bu yerda chiroyli zaborchalar kerak bo'ladi. Faqatgina do'stimning uyidagi verstakni oldiga boravermaslik uchun o'zimga verstak qilib olaman va shuning ichiga kelinglar bitta birdaniga sandiq uchun doskalarni qo'yib ham sandiq yasab olamiz. Endi bizga tak hozir qani edi kravatni olamiz va kravatni olib borib o'zimizni uyga qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Unchalik katta uy bo'lmagani yaxshi, chunki hech kim ortiqcha savol bermaydi va balki mana shu Patapimning uyi deb ham o'ylashlar mumkin bo'ladi yoki omborxonachasi. Tak, mana shunday qurilar deya adashmasam, chunki men shaharda yashaganim uchun uncha craftlarni bilmayman. Xo'sh, balki mana bunday bo'lar, ha? Yoki bundaymi? Mana o'xshadi do'stlar, o'xshadi. Endi kelinglar bularni qo'yib chiqamiz va mana endi bu yerdan bemalol shamol aylanadi, havo almashadi. Faqatgina endi eshik ham kerak. Eshik uchun esa bizga juda ham ko'p sarflashga to'g'ri keladi, lekin ilojimiz yo'q. Qolganlari tura qolsin, zapaska yoki pechka bilan yoqib yuboramiz. Menga yozda pechka kerak bo'lmaydi, hech narsani pishirmayman, shunga menga pechka kerak emas. Bo'ldi, buni qaranglar, zo'r uy bo'ldi rostdan ham. Endi esa kelinglar, tak narsalarni qo'yib chiqamiz. Bu kerak emas. Tak. Menga tosh kerak bo'ladi. Xo'sh, menga tosh kerak bu. Stop do'stlar, nima uchun bu yer bo'sh turibdi? Ha, mayli, shunchaki chiroy uchun qo'yib qo'yganmikin, ha? Lekin mana bu qutining ichida ham narsalar kam ko'rinyapti menga. Ha, mayli, ketib qolmadimmikin uydan o'zi meni tashlab? Yo'q, unday qilmasa kerak. Ha, mayli. Kelinglar, fakelni qo'yib qo'yamiz yorug' bo'lishi uchun va ichkari tarafga ham. Mana bo'ldi, endi bu uyda bemalol yashashim mumkin bo'ladi do'stlar. Buni qaranglar qanday chiroyli uy chiqdi va umid qilamanki uyim sizlarga ham yoqdi. Ey, qandasan Legoshi, bu nimasi? Nima? Bu meni uyim endi, ahmoq, nima uchun qurding? Nima bo'libdi? Meni narsalarimni ishlatdingmi? Aha, Jionurson, meni resurslarim. Nima bo'ldi o'zi? Nimaga ishlatib tashlading hamma narsamni? Jionurson, uyimni qaytar. Nima? Uyimni qaytar deyapman. Qanaqa uyingni? Mana bu endi meni uyim. Sen uy nima uchun unda buzyapsan? Chunki menga uy kerak emas edi. Meni narsalarimda uy qurib olgansan, ahmoq. Axir do'stimiz-ku. Ha, lekin narsalarimni ishlatishga ruxsat bermadim. Meni uyimdan ket. Nima? Hattoki kravatga ham tegma. Kravatga axir menga sovg'a qilding menimcha. Yo'q, men senga vaqtinchalikka berib turdim va kravatni ham olib qo'yaman. Mana bular ham mening, hammasi musodara qilindi. Endi esa ket. Endi sen mening do'stim emassan. Nahotki sen bor yo'q mana shu mayda-chuyda bloklar uchun mendan kechib yuborsang, men bizni eng yaqin do'stlar deb o'ylagandim. Ha, biz yaqin do'stlar edik, yordam bermoqchi edim, lekin narsalarni so'roqsiz olganingni kechira olmayman. Yo'qol bu yerdan. Ket meni rayonimdan. Bo'ldi, tushundim, mayli. Men o'ylamagandim bunday qilasan deb. Mayli do'stlar, ilojimiz yo'q. Hatto bilasizlar, menda bir g'oya bor. Men bilaman qanday qilib aqlni kirgazib qo'yishni Patapimni. Hozir boramanda parkovkada mashinasi qayerda turganini bilaman axir va uni bir narsa qilishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, hech kim yo'q, ha? Shu tarafda bo'lishi kerak edi, parkovka ko'rganim yam-yashil edi. Ha, mana. Oyi, bu nima bo'ldi? Kuchuk saqlash uchunmi? Mana do'stlar, mana mashinasi ham shu yerda turibdi. Xo'sh, qani ichiga kirib boramiz. Mashinani qulflamay ketibdi. Tak, qani? Hozir mendan ko'radi. Qani.
ketdi. Hozir davay va opa. Yo-mayo, mana bu boshqa gap. Chin ursin, ana endi hayron qolishi aniq Potapin birovning qimmat mashinasini